Hammaga salom, boshqacha uz kanaliga xush kelibsiz. O'zbekistondagi va dunyodagi eng tezkor xabarlar birinchi bizda. Kanalimizga obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, xalq tezkor xabar. Rossiyadan yarim yilda qancha migrant quvilgani aytildi. 2026-yilning birinchi yarim yilligida qonunchilikni buzgani uchun Rossiyadan 43700 nafar migrant chiqarib yuborildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 65,5% ga ko'p. Ma'lumotlarga ko'ra, chiqarib yuborish uchun ma'muriy ta'sir chorasi sifatida 2025-yilgacha sud qarori bilan qo'llanilgan. 2025-yilning fevral oyida federal qonun bilan Ichki ishlar vazirligiga suddan tashqari qarorlar qabul qilish huquqi berilgan. Ma'lumot uchun, Davlat dumasi deputatlari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning mamlakatdan chiqarib yuborishni nazarda tutuvchi moddalarni 2 barobardan ko'proqqa kengaytiruvchi qonunni qabul qilgan. Endilikda migrantlar kodeksining 45 ta moddasini, jumladan quyidagilarni buzganlik uchun mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Politsiya xodimi, shuningdek, davlat chegarasini qo'riqlash bo'yicha o'z vazifalarini bajarish munosabati bilan harbiy xizmatchining qonuniy farmoyishi yoki talabiga bo'ysunmaslik, internetda inson qadr-qimmati va jamoat axloqini haqoratlovchi axborotlarni tarqatish, jamoat tartibini buzish, Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarini obro'sizlantirishga qaratilgan oshkora harakatlar, Rossiya Federatsiyasi uning fuqarolari yoki kompaniyalariga nisbatan siyosiy yoki iqtisodiy sanksiyalar joriy etish yoki ularning muddatini uzaytirishga chaqiriqlar. Kamsitish, ya'ni insonning jinsi, irqi, terisining rangi, millati, tili, yoshi, dinga munosabati va boshqalarga qarab uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini buzish. Ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yildan beri Davlat dumasi tomonidan migratsiya siyosatini takomillashtirishga qaratilgan 32 ta federal qonun qabul qilingan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya Davlat dumasi mehnat migrantlari va ularning oila a'zolariga qo'yiladigan talablarni kuchayuvchi qonunni 2 va 3 o'qishda qabul qilgan edi. Toshkent shahrida 407 milliard so'mlik byudjet mablag'larini keshbek sifatida talon-taroj qilindi. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish va 228-moddasi hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Rossiyada neftni qayta ishlash 2002-yildan beri eng past darajaga tushdi. 2026-yilning iyul oyida Rossiyada neftni qayta ishlashning o'rtacha unumdorligi kuniga 3,6 million barrelni tashkil etdi. Bu 2002-yilning may oyidan beri eng past ko'rsatkichdir. Xom ashyo va energetika bozorlarini tahlil qiluvchi Britaniyaning Energy Space kompaniyasi bo'linmasi xulosalariga tayanib, hisob-kitoblarga ko'ra, iyul oyida Rossiyaning neft infratuzilmasi Ukraina tomonidan kamida 30 marta zarbaga uchradi. Agar ushbu statistikaga Kaspiy quvur Qora dengizdagi terminali hududida tankerlarga berilgan va Ukraina javobgarlikni o'z zimmasiga olmagan yana 8 ta zarba kiritilsa, iyul oyi Rossiya bilan bog'liq neft obyektlariga qilingan hujumlar soni bo'yicha rekord oyga aylanadi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.